Bu yoqda maktablarda suzish darsi bor. Mana masalan bu yoqqa anaqaga kelishdi. Swimming pool, ya'ni o'zbekchasi nima edi? Suzadigan joyga kelishdi. Anaqa bu dars, ya'ni maktabini anaqasi bir qismi hisoblanadi. Ya'ni masalan bu majburiy dars hisoblanadi. Ya'ni o'quvchilar suzishni bilishi shart va zarur. Menga yoqqan tomoni masalan ne только anaqa faqat o'qish emas, balki boshqa xil skilllarni, hunarlarni o'rgatishadi. Ya'ni masalan bilmadim, velosiped haydashni 4-5 yoshlardan bilishadi. Shu uchun men yugurishga keldim bu yoqqa.